Shirin bilan gaplashib, Kanadadan 97%. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Ikkinchiga kelishdimi? Ichi bo'lsa kirsin. Juda xursandman, yaxshi. Серьезно, nima ishlarim bor? Образование bo'yicha ishlaysiz. Какая нагрузка. Большая молодец. Damlavali. Ha, mazza qilib o'zim qilaman. Mani nonim Navoiydan keladi. Bir haftada bir marta ikkita dona yeyman keyin. Qotgan non, kofe. Kun davomida qurt yeb turaman. Energiya beradi. Non beradi energiya. Eng zo'r narsa non-da. Yeb ko'ring-da nonni. Bu zo'r nonim bu. Qattiq faqat. Yo'q, juda mazali. Zo'ra? Man kursda mana bu masalalar bo'yicha Shavkat nonlar. Tanaffus nimadir bo'ladimi? Yo'q, endi o'zimga bog'liq tanaffus qilish, lekin tanaffus qilmayman-da. Ko'p odamlar kutib qolmasin degan. Tez. Ishim ko'p bo'lasiz-ku. Uyga yurishim kerak soat 7:30da Shavkatjonni borib ovqatlantirishim kerak. Har kuni 7:30da o'rinda albatta uyda bo'lib o'zim ovqatlantiraman. Kecham ketasiz-ku, Ulgurmasa janjal kutib turadi. 8:30. Demay o'tiradi. Yoki bobojonnikiga boramiz. O'sha yerda keyin ovqatlantirib olaman. Bitta Shavkat, bitta Shavkat bobo. Shavkat. Shunaqa. To Saida with warm regards. Tony Blair. Super. Bu kitoblarni hozir 200 ta ekzemplyar o'zbek tiliga tarjima qilib, mana shu o'zimizga hukumat vakillariga, davlat arboblariga bermoqchimiz. Sog'lik masalan kurashimizni Muhimlarga katta dokumentlar olib kelasiz. Pachka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Prezident maqtasalar menga mazada. Kam maqtanglar-ku. Bu safar maqtadilar, yoqdi menga dedilar. Mana shu ras prezident bilan. Отлично. Xalqaro bozorlar hamma erta dastishyuma deyapti. Yana bo'larkan. Hozir qarorga kiritdik, joyini ham hal qildik. 200 ta animatsiya bola o'qitdi, o'shani biz 20tasini ishlatamiz. Rag'batlantirish kerak-da ularni. Ishonchi bo'lsin sizlarga. Mana ishlab berdimi, pul olsin, albatta sizlardan. Qizlar iyulda ketyapti MITga. Shavkat qarorga ularni ham qo'shdik. Etu disco viloyatlarda raqamli avlod qizlari, digital generation, IT их тоже включили. Prezidentga уже ko'rsatinglar. Luvr выставkamizda. Shu bir afsonaviy выставка bo'ldi. Afsonaviy. Mani g'ururim-ku bu. Luvrdan keyin Germaniyaga bordik. Angliyaga. Kollejga ham chaqirdim, yuring deb. Miyizni qanaqaligini tasavvur qiling. Mega modsizda, mega mods. Hozir Aziza bilan uchrashdik. Kitob yozgan sufiy ayollar to'g'risida. Qanaqa bizni ayollarimiz bo'lgan. Kuchli, qudratli ayollar bo'lgan u paytlari ham. Sufiy ayollar haqida kam o'tamdi. Deyarli eng ko'pi shu biz regionda bo'lgan ekan. Xullas, ajoyib faktlarni gapiradida shu qiz. Hozir o'ylayapman, balki выставка qilar turibmiz. Mana jadidlardagi выставкani shu Aziza bilan birga gaplashmoqchiman. Zo'r выставка bo'ldi. Zo'r выставка. Borganmisiz? Borganman bir necha marta. Voy, borib yig'lardim. Mana yig'lab chiqaman. Bu tarix-ku. Bu bo'lgan narsa-ku. Bu bizni xalqimizni ichidagi DNK'si-ku. 20-asr. Hamma asrlarni o'ylaysiz. Eng muhim biz asrimiz. Islohotlarni ko'p qilishimiz kerak. Shu bu muhim. Mana gulim bu. Yaponskiy. Siz ko'p ketganingizni sizni sog'inib o'tiraman. Bolalarimga o'xshab, ha? Bitta gulchimdan chiqibdi. Bu yangi ko'rdingiz? Как раз nimaga Yaponiyaga safarimiz bor-ku.
Mana shunaqa. Qo'limizni yaxlatsin. Zo'r bo'pti. Yoqyaptimi pavilyonimiz? Loyihani amalga oshirishda katta ish qilingan. O'zingiz ham bevosita jarayonda qatnashgansiz. Pavilyon yaratishda Juma masjididan ilhom olingan. Ko'rinib turibdi. Bilimlar bog'i deb nomlangan pavilyonimiz. Shu yerda turganingizda ajdodlarimiz ruhini ham sezasiz. Platformada ko'tarilganda ham etim jimillab ketdi. G'urur, faxr paydo bo'ladi. albatta. Juda ko'p odamlar kelyapti. 100 mingdan oshiq turistlar kelibdi bugunga qadar. Bu juda ham muhim, yangi O'zbekistonni ko'rishyapti odamlar. Bu prezidentimizning harakatlarining natijalari. Bolalar furor qildi, furor. Siz qayerdansizlar? Nukusdan. O'zi Qoraqalpog'istonlik yigitlar shunaqa bo'ladi-da, juda iste'dodli. This is my card. Thank you. Uzbekistan Strategy 2030. Thank you very much. It's an honor. Bolajonimga ko'rsatdim. Yaponiyaga borsangiz meni ham olib keting, iltimos dedi. Keyin bobojoniga aytdim, olib keting, iltimos dadajon, shu bolachani ko'rib ketsin Yaponiyani deb. Uchun muhim lokatsiya emas. Men bilan bo'lish. Hozir boraman, hozir. Har doim Poyezd bilan o'tkazishga harakatda bu. Men 1 minut ko'ring. Bu yerda hozir 268 ta ustunimiz bor. Musiqadan tortib to pavilyonni o'zigacha nimaga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, o'zbekniki degan narsa kelib chiqaveradi tegdi. Yaponiyaning daraxtlari bular xudo xolasa biz bilan ketadi O'zbekistonga. Oh my god, look at the queue. Xom ashyo Yaponiya, arxitektura bizaniki, qanaqadir uyg'unlik. Mix. Hamma narsa simbiozda. Arigatou gozaimashita. Bundoq qilamiz. Silka kelib chiqadi. Shundoq kirganimizda bu mana shu daraxtni qayerdan kelganligi to'g'risidagi ma'lumot. Part of the job. Yeah. You're a professional. Yeah, thank you. Если надо какие-то изменения, здесь можете пожалуйста. Штаб-квартира. Mana bu laganlar bizani ustalarnikimi? Urgut, Samarqand. Yaxshi rahmat. Assalomu alaykum. Right? Yes. Thank you. Yes, thank you. Prezidentimiz ko'rsalar, xursand bo'lardilar. Chiroyliligini qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bularni ko'rib hayron qoldim. Bu o'zbek qizlarmi? Yapon qizlarmi? Universitetdan. Nagoya shahrida Kinjo universiteti bor. Doppili zo'r yarashibdi lekin. Biz ro'yxatni o'zini o'zi tuzdi. Tashqarida ham hech kishi kira olmasdan Rahmat, tabriklayman. Yaxshi yetib olinglar. Yaxshi boringlar.